Onda zikr qilingan payg'ambarlarning 7 mo'jizalariga va ularda yashiringan ishoralarga ham nazar solsak, oxirlarga yaqinlashganimiz sayin bu ishoralar sizni yanada hayratda qoldiradi. Naml surasining 38-40 oyatlarida bir qiziqarli voqea tasvirlangan. Ushbu oyatlarga ko'ra Sulaymon alayhissalom Sheba malikasining taxtini juda uzoq bir yerdan o'z oldiga olib kelishni so'raydi va kitobdan ilmga ega bo'lgan bir kishi u ko'z ochib yumguncha olib kelinishi mumkinligini aytadi. Va darhol taxt Sulaymon alayhissalomning oldida paydo bo'ladi. Shunday qilib, Yamanda bo'lgan taxt qandaydir yo'l bilan minglab kilometr uzoqlikdagi Damashqda jismonan yoki tasvir shaklida paydo bo'ladi. Bundan tashqari ular taxt atrofidagi odamlarni ko'rishlari va ularni eshitishlari mumkin edi. Qur'on bu yerda ajoyib ishoralarni beryapti. 1400 yil oldin nozil qilingan bo'lishiga qaramay, u buyumlar yoki ularning ta'sirlari uzoq masofalarda tezda yetkazilishi yoki uzatilishi mumkinligini aytadi va buni haqiqiy tarixiy voqea orqali ifodalaydi. Va bugungi kunda biz internet va televideniya orqali ta'sir va tovushlarni bir necha soniya ichida uzata olishimiz mumkin. Qur'onda keltirilgan bu voqea bugungi kunda mavjud bo'lgan jonli efirlar, proyektorlar, kameralar yoki hatto zamonaviy gologrammalarga juda o'xshamaydimi? Lekin 1400 yil avval bunday narsalar umuman tasavvur qilinmas ekan, qanday qilib Qur'onda keltirilgan bo'lishi mumkin? Bunda yana bir bor aniq amin bo'lamizki, Qur'on inson so'zi bo'la olmaydi.